Zuhra opa, hozir ko'p treninglar bo'lyapti. U yerda katta boylik topasan, qarzdan qutulasan, kambag'allikdan chiqasan degan treninglar ko'p o'tyapti. Shunga qanaqa qaraysiz? Foydasi bormi? Bilasizmi, bitta narsani sizga savol beraman-da, shu treningni o'tayotgan inson o'zi juda boyib ketganmi? Juda millionermi shunchalik? Millioner bo'lsa nima u? Treningni bundoq o'tib pul qiladi, biznes qiladi misol uchun. Treninglarni juda ham bir 99% baribir biznes qilish uchun, pul qilish uchun bo'ladi. Lekin bitta narsani bilaman, shu 2000-3000 dollarlab pul berib, qarzimdan qutulaman, boy bo'lar ekanman deb qo'shilgani yig'lab, menga depressiyaga tushib, stressga tushib kelib o'tirishadi-da, ko'raman. Insonni ongi cheksiz megabaytlardan iboratda ishlatish kerak onga. U nima, Alloh bo'ldimi yoki bo'lmasam sehrgarmi, qanaqa sizni juda ham katta qarzlaringizni bitta trening qutqarib qoladi. U shunchaki sizni ruhlantiradi, motivatsiya beradi. Siz harakat qilishingizga shunchaki undaydi. Siz shunchaki turib harakat qilishingiz uchun 2000-3000 dollarlik trening sotib olishingiz shart emas. Siz shunchaki o'zingiz kitobni ochib o'qib, ham bu ongingizni, Alloh bergan ongingizni ishlatib, o'zingiz harakat qilsangiz ham bo'ladi. Lekin yana bir usulni bilaman. Lekin o'sha usul bo'yicha ishlasangiz ham siz boyib ketasiz, qarzlardan qutulasiz. O'z-o'zidan siz yaxshi hayot sari ketishni boshlaysiz. Eng zo'r usuli bu sadaqa. Bu kafolatlangan. Qancha ko'p sadaqa qilsangiz, sadaqaga bu, "Voy, men pulim yo'q, qanaqa sadaqa qilaman" deyishingiz mumkin. Siz bitta kulib ham, mehnatingiz bilan ham kimdirga sadaqa qilishingiz mumkin. Cheksiz sadaqalar sizni orqangizdan boylik pullar kelishini kafolatlaydi. Buni hech qachon unutmanglar. Va ortiqcha pulinglarni bo'lmas treninglarga sarflang.